uxlab yotarkan faqat. 11 haftayu 4 kunlik bolajonimiz. Shirincha uxlashini ko'ringlar. Eng kerakli bo'lgan joyi aytaymi nima hozir bu yerda bizada birinchi skriningda. Eng muhimi mana burunchamiz. Burun suyakchamiz bor. Bu degani, lekin razmeri sizda ozgina kichkina. Normada 2 millimetr bo'lishi kerak, endi hozircha razmeri kichkina. Shuning uchun bir haftalardan keyin yana bitta o'lchab qo'yamiz. Самое главное burunchamiz bor. Endi ikkinchisi, yuqoriga jag'imiz, pastki jag'imiz bor. Juda yaxshi. Yana bir eng muhim sohalaridan biri bo'ynini qalinligi. TBPlaringiz deyarli bilinmaydigan darajada ingichka ekan. Bu ham yaxshi belgi. Bosh miyamizda hamma qo'rinchalari, strukturniy holatlari o'zini haftasi uchun mos. Umurtqa pog'onamiz yengilgina ko'rinadi, umurtqa pog'onasi hali. No, bizani haftamiz uchun muammosi yo'q. Keyin shu haftangizda umurtqa pog'onasida hali egriliklar bo'lmaydi.